Oxirgi yillarda O'zbekistonda rostmana jadallik bilan rivojlangan soha qaysi deb so'rasa, men turizm deb javob qaytargan bo'lardim. Ichki va xalqaro sayyohlik yo'nalishlarida, ziyorat va biznes turizmida katta chora-tadbirlar amalga oshirilib, faollik bir necha barobarga ortganini bugun inkor etib bo'lmaydi. Masalan, dam olish kunining o'zida ertalab Samarqandga yo'l olib, kechqurun Afrosiyobda qaytib kelish imkoniyatiga egasiz. Amirsoy yozda go'zal, qishda alohida go'zallik kasb etadi. Toshkent viloyatida hali Chorvoq, Oqtosh, Bildirsoylar bor. Falon million so'm hordiq chiqarish uchun sarflashingiz ham shart emas. Masalan, so'qoqqa chiqib, maysaga choyshab yozsangiz kifoya. Shohona piknik tayyor. Faqat tuz olish esdan chiqmasin. Xotin, manzaraga nima deysan? Unga nima ham deyman, oxirgi payt jab yarqib tashadi, bir basseynga kalla tashaydimi, so'kinadi ey. Manzura demayapman. Manzara deyapman. Zo'r. Qara mana toza havo, Toshkent changidan bezor bo'ldik. Toza havoni ham gilamini chiqarding-da. Erkak kishi bo'lib turib, uyda qoqmaganingizdan keyin Sen bu gaping bilan, bu sen gaping bilan. Nima bular? ha, kerak narsalarni olib olganingizga qarang, xolodilnik, kir mashina, pilisos olib keldim, zo'ra. Bolalar qani? Bolalar yo'qolib ketibdi. Endi pelesosni fosh. Ha? Yo'q, lekin sizga xos somsa pishirib beraman. Qarang, zira olib kelganman, zira bor, uksiz. Всем привет моим подписчикам. Bugun bizza qizlar bilan piknik qilgani so'qoqqa chiqdik. So'qoqqa chiqdinglarmi? Toza havo maza qilasizlar endi. Dadasi tuz qolib ketibdi. Tuz? Ha. Tuz? Tuzni ko'zlari shu yerda. Köfte mi? Tuz bormi? Hozir yana bir marta aylanganingizda tuzni adresi bilan berib yuborardim. Yo'q tuz. İsmingiz nima? Nozima. Men ham roziman. Dadasi. Qara, ochiq havo, mazzaligini. Bilib qarmoq olgan ekanman, balo tutaman. Balo tutib nima qilasan? Balochalarning o'zi qirg'olada suzib yuribdi-yu. Qirg'odiy balo hidlangan bo'ladi. Sen balo tutmoqchimisan, hidlamoqchimisan? Maya qara, tuz qolib ketibdi-yu. Tuz to'xtattirlaring. To'xtattir, men hal qilaman tuzni. Qizlar yaxshimisizlar? Yaxshi. Tuz bormi? Muz bor. Voy, qaranglar. Murch bormi? Guruch bor. O'choq bormi? Ha, davom etmaysizlarmi? Yo'q, aynan o'shani o'ylashinglar kerak sizlar. Ha? Po'choq desin, Pichoq desin, o'yinchoq desin, to'g'irchoq desin, yo'q, aynan apoy desin. endi oshirib yuboribsan, kel. Qani shashlik uchun bir bozorliklar. Qo'y go'shtidan olganman shashlik uchun. Hoppa, mana buni qara. Voy. Bekor unaqa qildilaringda, endi qanaqa qilib yeymiz buni? Go'shtidan ham olmabsan-da? Arzon joy mana shu ekanda. Yurlaring undan ko'ra cho'milamiz. Ya cho'milib. Ya o'zing cho'milib. Birga cho'milamiz hammamiz. O'zing berma, o'zing. Ha, bitta men plavka olib kelganman. Shunaqa, ro'y. Ha, bo'pti, o'zim cho'milaveraman. Menga qaralaring. Suvda odam o'zini aks ko'rinishi kerak-ku. Ha. Nima, men o'zimning aksimning o'rniga Shukrullo Isroilov aks ko'rinib turibdi. Chuqurroq borib ko'r, chuqurroq. Nariroqga bor-ya. Bashtir. O, mana Husnorikka aks ko'rinib turibdi-yu. O'rtasiga kalla tashlaydigan joyi-ku mana. Mashinaqasiga bitta tushib chiqsang delfin bo'l. Ey. Sandan keyin men ham bitta cho'miling. Men keting-da, plavka-yu. Nima Husnorikka sakirsan, qach? Mana qaranglar, tezroq cho'milinglar, men bitta dengiz mushugi ham kutib turibdi. Dadasi qarang, blenderda
ham olib kelibman. Voy blenderni ham olgansiz ha? Mabodo Mirkalovkovka. Mirkandanafos. Mikrovolnovka dadasi. O'shani ham olgansiz. Bu nima deganingiz? Onam menga unaqa tarbiya bermagan. Keng dala, ovqatlanma desam, olib kelganman mana. Sana onachi oningni rozi qil. Volidangni rozi qil. Shunday. Hey, men qaralaring. Bitta qo'rqinchli voqea esimga tushib ketdi. Qani. Xullas Ahad Qayum patologga qarab yotib, san'atga qaytaman deb qopti. Ochiq havoda odamni yuragini aniq qilish. Kerak emas. Kino olaman debdi. Bo'ldi. Nima deyapsan uka? Nima deyapsan uka? Ahad Qayum san'atga qaytargan. Yo, fotolarni eshitdingmi? Foto. Dadasi, bu yoqdaman-ku. Ana shpanna. At ham taniysan? Yo'q. Buni qo'rqitib ham bo'lmaydi-da. Shirin so'z barnoyi yigit, tilingda boling bormi? Tilingda boling bormi? Dilingda boling bormi? Dadasi, Mana bularga qara. Ochiq havoda fonogram uryapti. Jonlilardan, ha? Gitarani bergin. Gitarani ber. Men bularga hozir bitta jonli ijro qilib beraman. Hozir mana. Sen chalishni bilasanmi? Nima deyapsan? Men politexda o'qib yurgan paytimda konservatoriyada o'qiganman. Aralashmay tur. Ne bo'ldi Nigora? Ne bo'ldi Nigora? Shutka. Eshit. Ko'rasanmi? Rahmat aka. Ne bo'ldi Nigora? Biz aslo qaramaysiz. Guldek ochilib uxuncha yug'umron. Mip qochi. Bir piyola may uzatdim, ichmasang ham mayliga. Vale. Bizlar o'ltir tugmalarni yechmasang ham mayliga. Vale. Biz ham may ichmaymiz, aprel ham ichmaymiz. Rahmat. Nima ichasiz? Choy. Ha, bo'pti. Bir piyola choy uzatdim, ichmasang ham mayliga. Bizlar o'ltir tugmalarni yechmasang ham mayliga. Vale. Zo'r. Choy ham ichmas ekanmiz. Nima ichasiz? Sok. Bir piyola singlim qarangda. Gap suv haqida ketmayapti. Gap tugmalarni yechish haqida ketyapti. Baqa ber. Ha, o'zing. Ha, shu o'zim chetga olib qo'ymasam shuni. Shu. Ey, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov, Abbos Fayzullayev, Otabek Shukurov, Temur Kapadze, O'tkir Yusupov jahon chempionatiga chiqishini istadim. Sevilen onun yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı, görseydin. Bana gelseydin, hatırını duysaydin. Yur boramiz bir joyga, ko'chib qolman ko'k choyga. Bitta xola bor emish, 5000 pulga sor emish. Yur. Iminni men qo'shiq aytayotganimda asrlik to'satdan qistadi. İstediğin sevdanın yolunu gözledim. Bizda ham kontent avvalilu iltimos. Ha, bo'p, men qarang vaziyatingizga. Erim bilan ajrashganimdan keyin hayotimda nimalar o'zgardi. Voy. Menga ham qiziq. Birinchi o'rinda erkin fikrlashni o'rgandim. Shunasini aytibdi-da. Shu bir o'zi qolgandan keyin erkin bilan fikrlashadi, Sardor bilan fikrlashadi. Shu. Eng asosiysi 5 ta erdan keyin hayotga boqishim yanada kengaydi. Men 5 tadan keyin kengayapti endi. Fikri. Hozirda shirin xotiralardan qolgan 3 ta jajji farzandim bilan baxtli hayotda yashayapman. Gap yo'q lekin 3 ta bola 5 xil ekan.
Sen 5 ta yerdan bir xil bola kutgansan-da shunda, to'g'rimi? 5-chi erimni alimentga beraman desam, borib ishdan bo'shavopti, jimot. Ya'ni bu turishsa aliment tugul misam ololmaysan-da sen. To'ppa to'g'ri. Nima kontent bu? Nimaga da'vat qilyapsiz? Qo'ysangizchi. Sotganshingiz. Xoligan gaplaring gapiraversanlarmi? Между прочим, bizani krukda ham mujik bor. Hozir kelib bitta so'rab oladi. Azamat! Voy, bekor qildim. Bekor, men senga aytdim. Biz dam olgan chiqqanmizmi, nimaga chiqqanmiz o'zi? Yo'qmi? Nima? Ketdimi? Shotta hali. O'txo'r bo'riyu bu. Aka, Nima oka? nima deying? Qayerda ishlaysiz? Men barberman. Uydagilarga ham barber ekanda. Voy. Mamlaqim nimani o'ylayotgan ekan bu? Nimani o'ylayotgan bo'lsa ham shu bizani o'ylamayotgan bo'lsa bo'ldi ishda. Boshqa narsani o'ylayotgan bo'lsa. To'g'ri. Voy, men hayron qolayotgan narsam, to'ppa tuzuq qizlarning uydagilari qanaqa bu bilan jo'natib yuborgan? Uvering jo'natgan, uka, uvering. Boravur, hech nima bo'lmaydi degan. Chunki bu dunyodagi eng bezopasniy mujik. Aka, men bitta narsa so'rayman-da. So'rama, yo'q bo'lsa kerak meni. Menga qara, nima deyapsan meni askar bilat qilib boyadan beri? Men senga o'xshaman, bitta jumlarimni chiqarib yurganimda borib, bir sim pul topa olmaganman. Barberlik orqasidan tashqarida o'z geligim turibdi. Bilasanmi, qayerdan topganimni shuncha pulni? Gelikdandir-da. Normallik gapirma. Nima? Sen mushrik bo'lmingmi? Baqirganingda "Vo" degan ovoz chiqsin, urganingda qo'llaringdan qon chiqsin, ozgina mushrik bu. Men ham erkakman. Yoshligimda turnikka 50 talab tortilardi. Mana. Futbolga qatnashganman, prosta oyog'im singandan keyin tashlab yuborganman. Mana turbalarni Bo'ldi, aka, gap yo'q, mushrik bo'lgan ekansiz. O'sha xavfli burilish qayerda bo'lgan? Mana mana shu turbalar ustidan yurayotganimda bo'lgan. Menga qaranglar, ochiq havoga dam olishga chiqdimi hammamiz? Urushgandan ko'ra yig'ilib bitta o'yin o'ynaylik. Mana misol uchun, Shu kerakmi, bu kerak. Sizdan bizga chup kerak. Dadasi, oq terakmi, ko'k terak? Ana shu. Bolalarga qizlar. bo'ldi. Bolalarga qizlar, davay. To'xtalaring. Men qayoq tarafdaman? Hojatxonaga jemi, menmi? Shu tarafda odam kam ekan, tur yo'qa. Bor. O'shga qo'shil. Tayyormisizlar? Qarab tur. Fight. Oq terimi, ko'k teri, bizadan sizlarga kim kerak? Aynan mana mash kerak edi. Ana, tamom bo'lyapti. Kim ekanish kerak mana mash. Qaytmaydigan bo'pti iloji bo'lsa. Brat, Oka, sevganim bor. Unaqa. Oka, 49 maktabda o'qiganman, kollejni bitirib institutga kira olmaganman, oka. nima menga bularni aytasiz? Bilmadim, butun hayotim ko'z oldimdan o'tib ketdi, oka. Qaytarib olamiz seni, qaytarib olamiz. Xavotir olma, qaytarib olamiz. Cho'chima, qaytarib olamiz. Tayyormisizlar? Ketdik. Ha. Oq terimi, Ko'k teri, bizadan sizlarga kim kerak? Mashq qizni bir minutga mashq. Qanaqa qiz, ey, og'aynimizda bor, hozir tanlaymiz dedi-ku. Rahmat, o'rta. Bir marta tushunar, mana buni tanlaylik. Mani tanla. bo'ldi qilinglar, menga yoqmadi bu o'yin. Boshqa o'yin o'ynaylik. Hech kim meni tanlamayapti. Endi sizni 5 kishi tanlab bo'lgan ekan-ku. Amaki, varrak uchirishni bilasizmi? Ya varrak uchirishni bilmayman. Varrak qilishni bilaman. Var qilishni bilaman. Uyda samolyotcha ham qila olmaysiz-ku? Shu yerda turing. Didulya nariroq turing.
Menda yaxshi fikr bor. Salom eshik o'ynaylik. Qanaqa bu? Voy mana bunday Voy 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 voy. Nima ustidan sakraydi. nima o'yin? Salom eshik. Salom eshik. Aka, siz bilan birga bir bekinmachoq o'ynasak nima deysiz? Uje yutqizding. Da qani ko'raylikchi. Qani. 10, 9, 8. Ketdi. Yuringlar, odamga o'xshab o'zimiz dam olaylik. Yuring. Men qo'shilaman bu fikrga. Stop. Ana jag'la chiqdi chimchilaydi hozir. Nimaga meni hech kim qidirmayapti? Seni Timur qidiryapti. Alpomishlar chaqiryapti. Seni kutmoqdalar, mangu berdilar. Kimga o'xshamoqchisan, oynaga qara. Otang yumshoqmidi? Bobong xezmidi? Istagancha yashamoqqa bor to'la haqqing, juvon sifat bo'lib ham o'tmog'ing mumkin. Ammo bugun emas, ertani o'yla. Kim bo'lib ulg'ayar? Davoming, o'g'ling. O'zbek yigitlari erkak bo'lib voyaga yetishini istaydigan million jamoasi.